Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va ma'rifat telekanalida agar ko'rsatuvning navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Dasturlarimiz davomida turli ilmiy institutlarning faoliyati bilan yaqindan tanishtirishga harakat qilyapmiz. Bugun dasturimiz davomida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasidagi mikrobiologiya institutining faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. 1953-yilda asos solingan ushbu institutda bugungi kunda qanday faoliyat olib borilmoqda, ilmiy izlanishlarda, ilmiy yutuqlarda qanday natijalarni ko'rsatilmoqda degan savollar va boshqa o'zimizni qiziqtirgan savollarga atroflicha javob berishga harakat qilamiz. Albatta, studiyamizga kelgan mehmonlar bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar. Bugun aytishimiz mumkinki, juda katta tarixga ega bo'lgan ilmiy institut haqida gaplashamiz. Qolaversa, ushbu institutni bugun jamiyatimizdagi o'rni juda muhim, davlatimiz tomonidan ham alohida e'tibor berilmoqda. Keling, birinchi savolimni ushbu institutni tarixi bilan bog'liq holda bermoqchiman. Ushbu institut qachon tashkil topgan va yildan-yilga qanday bir natijalarni ko'rsatib bormoqda? Haqiqat, siz aytganingizdek 1953-yilda Fanlar akademiyasi botanika instituti huzurida birinchi mikrobiologiya laboratoriyasi tashkil qilingan. Bu laboratoriya asosan qiladigan ishi tuproqdagi mikroorganizmlarni sanash, ularni o'rganish, suv mikrobiologiyasini o'rganish va ko'proq suv o'tlari, algologiya deymiz. Algologiya muammolarini yechimini topish bo'yicha ilm qilishgan va 1966-yilda Fanlar akademiyasi huzurida institut mavqeiga teng bo'lgan O'zbekiston Fanlar akademiyasining mikrobiologiya bo'limi tashkil qilingan. Va 77-yilda mikrobiologiya instituti alohida institut bo'lib shakllangan. O'shandan beri institutning asosiy muammosi o'sha mitti, ko'zga ko'rinmas mikroorganizmlar faoliyatini o'rganish, ularni morfologik kultural xususiyatlarini, fiziologik biokimyoviy xususiyatlarini o'rganish natijasida inson faoliyati uchun zarur bo'lgan kerakli mahsulotlar yetishtirishda foydalanish bilan shug'ullanib kelamiz. Bu kungacha shu faoliyat davom etadi. Albatta, faoliyatda yangiliklar, dunyoda erishilgan yaxshi yutuqlar inobatga olinadi. Agar e'tiborga oladigan bo'lsak, biz yashab turgan tashvishli dunyoda qator global muammolar borki, ular nimalardan iborat? Eng avvalo oziq-ovqat xavfsizligi muammosi. Insonlar soni har 10-11 yilda 1 milliardga oshib boryapti. O'zbekistonimiz mustaqillikni 25 million aholi bilan qarshi olgan bo'lsa, bugungi kunda aholimiz, mamlakatimiz, mustaqil O'zbekistonimiz aholisining soni 38 milliondan oshdi. Endi yana bir muammo shu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. Ikkinchi muammo dorivor moddalar. Mikroorganizmlarga o'rganib qolgan antibiotiklarni o'rnini bosa oladigan yangi turdagi dorivor moddalar yaratish ustida ilm qilishni bu katta muammo, global muammo sifatida qabul qilingan. Yana bir katta global muammo ekologiya muammosi. Ekologiyani bugungi holati, bugungi tuproqni sho'rlanishidan boshlab o'zimizdagi o'sha Orol fojiasi va uni atrofidagi tashvishli voqeliklar faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoga bugun mashhur. Birlashgan Millatlar Tashkilotida tribunasidan turib muhtaram prezidentimiz Orol xaritasini ko'rsatib, avval qanday bo'lgan edi-yu, bugungi ahvol nimalardan iborat ekanligini shunday ko'rsatganlarida odamlar chapay chalib o'rnidan turganlari men ko'zimni oldida. Buni oldini olish muammosi bu global muammolardan biri. Ana shular va undan keyingi boshqa muammolarni yechimini topish
bugungi kunda mikrobiologiya fanini yelkasiga tushgan muammolar deb va bilaman. eng muhim jihatlardan biri. Yana aytish kerakki, muhim savollardan biri O'zbekistondagi mikrobiologiya instituti ilmiy jihatdan qanday yutuqlarga bugungi kunda erishmoqda va O'zbekistondagi ilmiy o'rni qanday va jahonda ushbu institutga ehtiyoj bormi? Mikrobiologiya inson faoliyatida, inson hayotida har qanaqa jabhalarda qo'llaniladi. Oddiy non yeyishdan boshlasangiz, bu achitqilar deymiz. Sut sanoatidami yoki bo'lmasa kimyoviy sanoatdami, qishloq xo'jaligidami, har qanaqa sanoat sohalarida qo'llaniladi. Va hozirgi kunda ham bu narsani biz davom ettiryapmiz. Ya'ni biz endi ko'proq agrar davlat deymiz. Hozir sanoat ham albatta rivojlanyapti, lekin qishloq xo'jaligida bizda qo'llaniladigan mikrobiologik preparatlar bor. Bu o'simlikni o'sishi uchun, hosildorligini oshirish uchun, undan tashqari ekologik jihatdan tuproqlarni unumdorligini oshirish uchun mikrobiologiya sohasi keng qo'llaniladi. Bu dunyoda qo'llaniladi. Bizda esa hozir mana shu narsa temp oxirgi mana 7 yil 8 yilda bu narsa juda kuchayib ketdi. Bugungi kunda ushbu institutda ilmiy xodimlar soni nechta? Ularning orasida akademiklar, professorlar, fan doktorlari, fan nomzodlari bo'lishi mumkin. Bugungi kunda institutda 112 ta xodim faoliyat yuritadi. O'shandan 53 tasi ilmiy xodim. Ilmiy xodimlar orasida 2 ta akademik, 11 ta fan doktori, 29 ta fan nomzodlari bor. Yoki PhD deymiz endi bugungi kunda. Qolganlar aholi himoya qilmaganlar. Ulardan tashqari yoshlarimiz juda ham ko'p. Har yil 10 ta 11 ta doktorant olamiz. 5 ta 6 ta stajyor tadqiqotchi olamiz. Umumiy hisobda 50 dan ko'proq yoshlar faoliyat yuritadi. Demak, 50 ta ilmiy xodim, 50 danga yaqin yoshlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, o'zi umumiy son 100 ga yaqin bo'lib qoladi. Lekin har yili bizda shu yaxshi sharoit qilingandan keyin nima degani yaxshi sharoit? Bu demak oxirgi 6 yil 7 yil ichida biz yangi zamonaviy asbob uskunalar olyapmiz. O'sha asbob uskunalardan chiqqan ma'lumotlar dunyodagi eng nufuzli nashriyotlarda bemalol chop qiladigan maqola qilishimiz mumkin. Bu degani yoshlarni hozirgi kunda hozirgi zamon darajasida malakasini yetkazishga harakat qilyapmiz va shu jihatdan hozirgi kunda hozirgi shu yil davomida domla adashmasam 6-7 ta fan nomzodi, 2 ta fan doktori chiqdi hozirgi 2025-yilning 25-yilning o'zida. Lekin har yili shu atrofida 7-8 ta fan nomzodi, bitta yo 2 ta fan doktori chiqadi. Endi biz faqat uni chiqargandan keyin bizda bu faqat qoladiganlar emas. Ko'pchiligi masalan boshqa viloyatlarga ketadi, o'sha yerlarda dars beradi. Hattoki bizda ishlab turib, hozirgi kunda chet ellarda yurgan demak mutaxassislar bor. Hamkasblarimiz bor. Albatta yosh kadrlarni tayyorlash bilan shug'ullanamiz. Har bitta laboratoriyada o'zining doktoranturasi bor va bizning institutimizda ixtisoslashgan kengash faoliyat yuritadi. Mikrobiologiya va biotexnologiya sohasida kadrlar tayyorlash bilan shug'ullanamiz. Juda ko'p mutaxassislar bilan, soha mutaxassislari bilan suhbatda bo'lganimizda boshqa sohalarda ham aytishadiki, nazariya boshqa o'rgatiladi, amaliyotga borganimizda umuman boshqacha degan holatlarga duch kelamizda. Ushbu ilmiy institutda bu jihatga qanday e'tibor beriladi? Ya'ni nazariya va amaliyotning uyg'unligi qay darajada olib boriladi? Marhamat. Bilamizki, shunaqa ibora bor. Demak, amaliyot nazariyani yoki nazariya amaliyotni to'ldiradi. Ular bir-biriga chambarchas bog'liq. Bizning institutimizda amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar natijalari respublikamizdagi ta'lim berilayotgan o'zbek tilida chop etilayotgan darsliklar, o'quv qo'llanmalar shu institutda olimlari amalga oshirgan tadqiqot natijalari asosida boyitib boriladi va shu institutimizda ilm darg'alaridan biri bo'lgan domlamiz yonimizda turibdilar, akademik Qahramon Davronovich. Asosiy mana shu mikrobiologiya biotexnologiya sohasidagi darsliklarni asosiy mualliflaridan biri hisoblanadilar. Va bu sohadagi yangiliklarni shu olimlarimiz berib boyitib borishmasa,
u biza davrimizgacha, misol uchun man 2004-yilda bakalavr bitirgan bo'lsam, o'sha paytdagi mikrobiologiya biotexnologiya sohasidagi bilimlar hozirgidan tubdan farq qilgan, ancha kam tasavvurga, tushunchaga ega bo'lganmiz. Hatto biza davrimizda aytilardi, mikrobiologiya bu tor soha degan fikrlar bo'lgan. Bu sohaga kirib kelganimdan keyin shu yo'nalishda mana 15 yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsam, dunyo olimlari bilan hamkorliklar qilinadi institutimizda. Xalqaro nimada ham darajada ham institutimizda obro'yi ancha baland, chunki ko'p olimlar hamkorliklar juda kuchli va bu yo'nalishdagi olinayotgan bilimlar nafaqat O'zbekistonda, balki xorijiy ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy yangiliklar bilan ham har yili boyitib borilyapti. Misol uchun aytadigan bo'lsak, hozir yuqorida aytib o'tib ketildi, bu farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha oladigan bo'lsak, biz bilamizki, resurslarga asoslangan bu yo'nalish o'simliklar yoki hayvon mahsulotlaridan asoslangan ushbu yo'nalishlarni faqatgina mikroblar bilan almashtirish alternativ sifatida, eng oqilona resurs sifatida mikroblardan foydalanish mumkin. Chunki keyingi paytlarda o'simliklarni ular florasi, demak flora qisqarib borayotgani yoki o'simlikka yetishtirishga ko'p vaqt ketayotganligi, ularni tabiatga zarar keltiramiz ko'p miqdorda ulardan foydalansak. Mikroblardan esa qisqa muddat ichida juda ko'p mahsulot olish mumkin. Undan tashqari bitta mikrobni o'zi 200 dan ortiq metabolitlar, moddalar, biologik faol moddalar sintezlashini fanda ma'lum. Hozirgi paytda institutimizda aynan shu yo'nalishda tadqiqotlar kuchaytirilyapti. Misol uchun domla aytib o'tdilar, antibiotiklar o'rnini bosadigan antagonist mikrob shtammlarini topish, ularni yangi faol metabolitlarni ajratib olish, farmatsevtikaga ishlab chiqarishga tatbiq qilish. Bu hali juda ko'p ishlardan ma'lum bir qismangina holatini aytib o'tdim xolos. Qo'shimcha qilsam bo'ladi. Nazariya bilan amaliyot uyg'unligi bizning institutda keng yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda bir qancha respublikamizdagi institutlarda institut ilmiy xodimlari o'z pedagogik faoliyatini ham olib boradi. Ularning talabalari, magistr talabalari, bakalavr talabalari bevosita bizlarda amaliyot o'taydi. Institutning aloqalari hisobiga Toshkent kimyo texnologiya instituti, Toshkent davlat texnika universiteti, O'zbekiston milliy universiteti, Toshkent farmatsevtika instituti hamda Toshkent davlat agrar universiteti talabalari o'z ilmiy faoliyatlarini institut ilmiy xodimlari bilan birgalikda olib boradi. Hamkasblarimni fikriga qo'shilgan holatda shuni qo'shimcha qilishim zarurki, bizni institutimizda amaliyot va nazariya orasida masofa unaqa katta emas. Chunki bizni tashkilotimiz qoshida fan bilan birgalikda kichik ilmiy ishlab chiqarish liniyalari ham yo'lga qo'yilgan. Masalan, men shaxsan o'zim ishlayotgan probiotiklar mikrobiologiyasi biotexnologiyasi laboratoriyasida demak kichik korxona tashkil qilingan va bu kichik korxonada demak mikroorganizmlarni ajratib olib, ularni preparat holatida shakllantirib, liofil quritish uskunalari mavjud. Mana shu liofil quritish uskunasida preparat holigacha keltirish imkoniyatlari mavjud. Bundan tashqari boshqa demak qishloq xo'jalikka o'qitlar ishlab chiqarish uchun suspenziya holatida yoki biron bir tashuvchilarga immobilizatsiya qilingan holatdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi va bu jihatdan bizda muammolar yo'q desak ham to'g'ri bo'ladi. Va shunisi juda ta'kidlash zarurki, demak bizni ilmiy xodimlarimiz bilan birgalikda bizni shogirdlarimiz, ya'ni yosh olimlarimiz ham o'zlari bevosita o'zlari ishlab chiqqan mahsulotlarini preparat holatiga keltirib, uni deylik qishloq xo'jaligida biron bir fermer xo'jaliklaridami yoki boshqa sohalarda amaliyotga joriy qilishlari, o'sha yerda sinovlar o'tkazishlari uchun barcha sharoitlar mavjud. Tushunarli, rahmat kattakon. Bir narsani aytib o'tish kerak. Boshqa fanlardan farqli o'laroq biotexnologiya fani, mikrob biotexnologiyasi fani nazariy ilmlar bilan amaliy ilmlarni bitta laboratoriyada olib boradi. Shu nuqtai nazardan amaliyotga o'tish, nazariyadan amaliyotga o'tishda biroz osonliklar
o'sha joyda o'rganadi, o'sha Bitta joyda amaliyotda o'rganilib, qo'llaydi. o'sha joyda reglament deymiz, reglamentlar yaratiladi va o'sha joyda ulardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi va kerakli sohaga olib borib ishlatsa bo'ladi. Tasvirga olish jarayonlari boshlanishidan avval siz bilan suhbatda bo'lganimda 1972-yildan buyon ushbu institutda faoliyat olib boraman dedingiz. Demak, kichik xodimdan tortib bugun akademik darajasiga yetishdingizda. Mana savolim shunday iboratki, yoshlarni, o'sha davrdagi yoshlar va bugungi kundagi yoshlarni ushbu sohaga va ushbu institutga bo'lgan qiziqishlari qay darajada sizni akademik sifatida qoniqtiradimi? Men shogirdlarimga institutda eng kattalardan bittasi, yosh kattalardan bittasiga aylanib qolganman bugun. Hamisha aytamanki, bu institut, mikrobiologiya instituti boshqa institutlarga o'xshamaydigan institut. Bu institutni uyim deb bilishinglar kerak. Bu o'shaning uchun albatta institutga katta hurmat bilan qarash kerak degan o'zimning g'oyam hamisha men bilan birga yuradi. Endi bunga yoshlar qanchalik hamohang javob qaytara olyapti? Meni bilishimcha yoshlar juda ham ko'p keladi. Yoshlarni qiziqsa qanaqa deb so'raganingizda, faqatgina oliy ta'limdan kelib bizda qiziqib yoki amaliyot o'tishi uchun emas, yosh yigitlar kelishadi qiziqqani uchun. Hatto o'sha praktikadan keyin, darsdan keyin kelib biz ishlasak, shuni o'rgansak bo'ladimi deb. Eng oxirgi avlod demak texnologiyalari, bu biotexnologik mikrob bilan ishlash. Eng oxirgisi. Shu uchun bu qiziqish hali davom etadi. Tushunarli, chunki yoshlar bor joyda baribir yangilik kiradi. Bu yerda xohish kuchliroq bo'ladi, zavq bilan ishlash bo'ladi. Marhamat. Institut rahbariyati tomonidan yoshlarga juda katta e'tibor qaratiladi, ularni hamma muammolari o'rganiladi, qo'ldan kelgancha yordam beriladi, ularni ishlashiga, o'z vaqtida himoya qilishiga qo'ldan kelgancha yordamlar beriladi. Shuningdek ta'kidlashimiz zarurki, yoshlarimiz ham hozir juda demak institutda olgan bilimlari ham juda mustahkam bilimlar bilan kelishmoqda. Bundan tashqari yoshlarimizni til bilish darajasi, ayniqsa ingliz tilini juda mukammal darajada biladigan yoshlarimiz bor. Ular bemalol o'zlari ilmiy konferensiyalarda o'zlarini sohalari bo'yicha qilayotgan ishlari haqida demak ma'ruzalar qilib kelishmoqda. Bundan tashqari yoshlarimizga chet ellarda stajirovkalardan o'tishga demak Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan mablag'lar ajratilmoqda va ko'plab yoshlarimiz ushbu imkoniyatdan foydalanishmoqda. Tushunarli. Ushbu mikrobiologiya institutiga qaysi oliygohlardan talabalar kelishadi? Endi biz ko'proq o'zimizda shu institut tashkil bo'lgandan beri mana hozir Milliy universitet bizga keladi. Albatta u yerdagi talabalarni bilim darajasi juda yuqori. Lekin boshqa institutlar bor, misol uchun lekin talab darajasida emas. Talab darajasida emas demaymiz-ku, lekin pastroq. Sababi hali u darajada masalan u yerda laboratoriyalar, mikrobiologik laboratoriyalar, biotexnologik qurilmalar yetarli emas shekilli. Chunki bolalarga ko'rsatish kerak buni. Bolalar o'quv jarayonida ko'rish kerak. Bizga kelib ko'pchiligi yangilik ko'radiki, bu shunaqa narsa bormi degan. Yo'q, buni institutda qilish kerak bu narsani. O'sha yerda kadr tayyorlanish. Oliy ta'lim muassasalarida talabalar o'zi aslida tayyor kadr bo'lib chiqib, ma'lum bir tashkilotga, davlat idorasiga yoki xususiy sektorga borib, borganda bir natija ko'rsatish kerakda. Lekin biz soha mutaxassislari bilan gaplashganimizda, oliy ta'limni tugatgan 4-kurs talabalari borib ish joyiga yoki turli davlat idoralariga, tashkilotlarga borib boshqatdan ish o'rganishadi. Bu esa o'sha amaliyot va nazariyani birgalikda yo'lga qo'yilmaganlikdan dalolat beradida. Yana bir muhim savolim bor ediki, bu xalqaro hamkorlik masalasi. Bilamizki, dunyo shu qadar shiddat bilan rivojlanyapti, xususan mikrobiologiya sohasi ham. Endi biz qaysidir rivojlangan mamlakatlarni baribir tajribasini olishga, ularni o'rganishga zamonning o'zi buni talab qilyapti-da.
qaysi davlatlar bilan xalqaro hamkorlik masalalari yaqindan yo'lga qo'yilgan va qaysi jihatlar O'zbekistondan o'rganilmoqda va qaysi jihatlar chetdan o'rganib kelinmoqda? Eng avvalo ko'p yo'nalishlar kabi bugungi kunda mikrobiologiya va mikrobiotexnologiya sohasida ham Xitoydan o'rganadigan narsalarimiz juda ko'p. Juda ham ko'p. Biza xitoyliklar bilan uzviy aloqada faoliyat yuritamiz. Institutimizda O'zbek-Xitoy laboratoriyasini tashkil qilganmiz. Uni asosiy yo'nalishlaridan biri O'zbekistonda va Xitoyda tuproqlarida, Xitoy tuproqlarida yashaydigan shu mitti mikroorganizmlarni tarkibini o'rganish va ularning xususiyatlarini o'rganish orqali biotexnologiyaga qanaqadir bir takliflar berish maqsadida. Xuddi shunday ishlar Rossiya Federatsiyasi institutlari, ayniqsa MGU bilan, lekin federalniy markaz deb ataladi. O'sha 3 ta institutdan tashkil topgan. Bu Rossiya Fanlar akademiyasining mikrobiologiya instituti, hujayra injenerligi instituti hamda bioximiya institutlari bilan hamkorlikda bizlar memorandumlarimiz bor. Undan keyin yosh kadrlarimiz u yoqqa borib o'z ilmlarini oshirib keladi. Bundan tashqari bizlar juda katta aloqada Belorussiya Fanlar akademiyasi mikrobiologiya instituti bilan va boshqa institutlar bilan hamda Italiya bilan aloqalarimiz juda ham yaxshi. Va italiyalik olimlar bilan hamkorlikda men o'zim fundamental loyiha olganman. Birga hamkorlikda ishlar qilamiz. Bizda bajarish mumkin bo'lmagan tajribalarni o'sha Italiyaning laboratoriyasilarida amalga oshiramiz. Bunaqa hamkorlik instituti juda keng yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun institut mikrobiologiyani bugungi kunda, masalan, oxirgi 7-8 yilda tanimaydigan mamlakatlarni o'zi yo'q desak bo'ladi. Chunki ilgari ozgina kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Priborlarda kamchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu o'rinda bir narsani aytib qo'yay. Mamlakatimiz prezidentining qarorlariga asosan 1.200.000 dollarlik mikrobiologiya, biotexnologiyani rivojlantirish uchun zarur bo'lgan asbob uskunalar bir yo'la olib berildi. Xitoydan 16 ta pribor keldiki, o'sha hamkorlikdagi laboratoriyani ishini yurg'izish uchun. Bular albatta yuqorida aytilib ketildiki, o'sha Scopus, Web of Science bazalariga kiruvchi jurnallar uchun kerakli bo'lgan o'sha ko'rsatma bo'lib xizmat qiladigan asbob uskunalar qatoriga kiradi va shu tufayligina bizlarni ko'plab maqolalarimizni bemalol qabul qilishadi. Tushunarli. Hozirgi kunda demak bizda Amerika Qo'shma Shtatlari, Janubiy Amerika, qolaversa mana o'tgan yili adashmasam shu yil edi, Hindiston bilan Integral universitetida hamkorlikda konferensiya qildik. Bu ham katta yutuqimiz. Chunki hozirgi kunda hamkorlikda ishlamasa bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Yana boshqa jihati bor. Hamkorlik deganda biz 2016-2017-yilgacha ko'pchilik chetga chiqadigan bo'lsa, o'z hisobidan yoki qanday qilib fondlar hisobidan yoki grantlar hisobidan chiqardi. Mana 2017dan keyin mana innovatsiya vazirligi tashkil bo'lgandan beri stajirovka degan narsa chiqdi. Bu stajirovkada bolalarimiz borib o'zini ko'nikma malakalarini oshirib kelyapti. O'zi eng zamonaviy oxirgi demak uskunalarda ishlashda o'rganib kelyapti. Bu esa shu institutning nufuzini oshiradi. Yildan yilga bizda hozir o'sha eng yuqori turadigan nashriyotlarda, jurnallarda chop etish ko'payib boryapti borgan sari. Bu mana shu 2017-2018-yilda mana domla esladilar hozir uskunalar uchun alohida hukumat pul ajratgan. Hozir biz mana shuni olyapmiz, ko'pchiligini olib bo'ldik 80-90%. Shuni hisobiga mana shunaqangi demak zamonaviy
zamon talabi darajasidagi ilmiy kashfiyotlarni dunyoga hozir sekin sekin chiqaryapmiz bizlar. Albatta bu narsa yoshlarimizni yordamida amalga oshyapti. Hozir ilmiy tadqiqotlar haqida gapirdingiz. Institut bugun o'z tadqiqotlarini amaliyotga qo'llash orqali biror daromad manbaiga egami? Bizni laboratoriyamiz qoshida institut bilan birga hamkorlikda Olwell Lab kichik korxonasi tashkil qilingan va bu kichik korxona hozirgi kunda demak ichak mikroflorasini korreksiya qilish uchun, bundan tashqari gastrit, oshqozon yarasi, 12 barmoqli ichak yarasi kabi kasalliklarni davolash uchun probiotik qo'shimchalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanmoqda va bu chiqargan mahsulotlarimiz o'zini xaridorlariga ega, aptekalarda sotiladi va demak samarador mahalliy preparatlarimizni asosini tashkil qiladigan mahsulotlar hisoblanadi. Bu yerdan tushayotgan daromadlar ham o'z-o'zidan ushbu ilmiy institutni o'sha rivojlantirishga hissa qo'shadi, to'g'rimi? Hozir suhbatimiz orasida aytdingizki, 15 yildan buyon shu sohada ishlayman deyapsiz. Demak, 15 yil bo'ldi ushbu mikrobiologiya institutida faoliyat olib borayotganingizga. Ayta olasizmi? Demak, bundan 15 yil oldin ushbu ilmiy dargohga kelganingizda qanday holatda edi? 15 yil ichida qanday o'zgarishlar bo'ldi va bu ilmiy nuqtai nazardan bir yuqori saviyaga chiqish uchun? Endi 15 yil davomida men o'zim ham institutda shu sohani tushunishni boshladim, bunday o'ylab qarasa, chunki aytganimdek, yuqorida aytganimdek, biz boshqacha tasavvurda bo'lganmiz-da, baribir viloyatdan kelganmiz. Fanlar akademiyasi, mikrobiologiya instituti qanaqaligini yaxshi tushunmaganmiz. Kirib kelgandan so'ng shunaqa akademiklar, professorlar, olimlar orasida biz o'zimiz ma'nan o'sdik birinchi o'rinda, ma'naviy jihatdan o'sdik. Ikkinchi tomondan shu ustozlarimizga havas qilib, ilmni chuqurroq o'rganishga harakat qilib, yana ham ishtaha ochilar deydi-ku, o'rganish ishtiyoqi kuchayib, hozir yaxshi, mana yomon emas, doktorantlarimiz bor qo'limizda, shogirdlarimiz. O'zimiz ham loyihalarga, ba'zilariga rahbarlik, ba'zilarida ishtirokchi sifatida faoliyatimizni davom ettirib kelyapmiz. Kelgan vaqtimga nisbatan institutimizda zamonaviy asbob-uskunalar ancha ko'payib ketdi. Keyingi ayniqsa Ilhom aka aytib o'tganlar, 6-7 yil davomida juda o'zgarishlar kuchli bo'ldi institutda. Yoshlar ko'paydi. Institutimizda bir hozir 40% yoshlar tashkil, balki undan ko'proqdir. Doktorantlar soni 30 dan oshiq, stajyorlar, ular bilan ularda ehtiyoj, talab borligi uchun ko'p murojaat qilib kelishyapti-da, ular ko'payadi. Keyin ilmiy tadqiqotlarni ham albatta darajasi oshib boryapti. Chunki keyingi paytlarda yuqori reytingli jurnallarda ilmiy maqolalar soni ko'payapti institutimiz olimlari tomonidan. Xalqaro hamkorliklarga meni ham aloqalarim bor. Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikda ishlaymiz. Moskva davlat universitetida oziq-ovqat xavfsizlik bo'yicha Yevrosiyo ilmiy markazi bilan hamkorligimiz bor institutda. Va ular bilan hamkorlikda doim aloqadamiz. Hozirgi paytda biz nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda asosiy oziq-ovqat ekinlaridan biri bo'lgan kartoshka bo'yicha, asosiy kartoshkaning muammolari bo'yicha shug'ullanyapmiz. O'zbekistonda kartoshka 3,5 milliondan ortiq tonnada yetishtirilsa ham, hali ham bilamizki, ichki ehtiyojimiz to'la qondirila olmayapti. Bu ko'p narsa bilan bog'liq. Aholining soni oshib borishi, bizni asosiy oziqamizdan biri bo'lganligi uchun ham unga ehtiyoj ko'pligi. Undan tashqari, albatta, kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar. Ular daladan boshlab to ushbu mahsulotni saqlash davrigacha juda ko'p zarar keltiradi. Ular kuchli rivojlangan paytda 50% gacha hosil nobud bo'lishiga dalani o'zidayoq sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli Moskva davlat universiteti olimlari bilan hamkorlikda O'zbekistonda aynan qaysi mikroorganizm turlari juda kuchli talofat yetkazmoqda va ularga qarshi biologik usulda uyg'unlashgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha hamkorliklar olib boryapmiz va bu bo'yicha ancha yaxshi natijalarga erishdik. Hali yana davom etyapti albatta ishimiz. Yaxshi xalqaro maqolalar hamkorlikda chop etdik. Kelgusida o'ylaymanki, O'zbekiston uchun foydali bo'lgan ushbu kartoshka ekinlarini saqlash uchun, kasalliklardan himoya qilish uchun yaxshi yangi biologik himoya vositasi ishlab chiqamiz. Tushunarli.
sohani qaysidir jihatdan tanqid qilmasak, uni qaysidir ma'noda do'sti bo'lmay qolamizda. To'g'ri. Mana amaliy tomonlarini aytyaptilar. To'g'ri, bizda kichkina bo'lsa ham ishlab chiqarishlar bor va ko'pincha biz xo'jalik shartnomalari asosida institutga pul olib kelamiz. Ammo lekin degan tomon bor. Misol uchun biz olimlar laboratoriya sharoitida har bir ishlanmani ishlab chiqishimiz mumkin. Ya'ni o'sha ishlanmani tovar darajasigacha yetkazish uchun har xil ta'sirotlarni ko'rib, uni tayyorlashimiz mumkin. Lekin bu hali ishlab chiqarishga o'tdi degan narsa emas. Bu bir. Sababi buni oralig'idagi bo'lgan jarayonlar bor. Buni eksperimental sinov maydonchasi kerak. Qaysiki bugungi kunda bizning institut shu narsaga muhtoj. Ya'ni katta ishlab chiqarish emas, kichkina laboratoriya emas, lekin shuni orasida shu katta ishlab chiqarishga yetkazib beradigan eksperimental sinov maydonchasi. Agar shunaqa narsa tashkil qilinsa bizda, biz bevosita o'zimiz misol uchun respublikaga yetadigan darajada bo'lmasa ham, hozirgi kunda juda kam miqdorda bo'lsa ham ishlab chiqaramiz, lekin mana shu sinov maydonchasi bo'lishi bu katta miqdorda ishlab chiqarish sanoat uchun tayyor mahsulot qilib beradi. Tayyor ishlanma beradi. Qaysiki keyin u ishlanib ko'proq pul topishi mumkin. Endi boshqa narsa tomonlari bor. Biz ishlab chiqarish deyapmiz, mana mikrobiologiya deyapmiz. Nima uchun biz masalan mikrobiologik har xil preparatlar bor chetdan keladigan. Qishloq xo'jaligida ishlatiladi. Mana aytib o'tishdi, farmatsevtikada ishlatiladi. Nima uchun biz yana ishlashimiz kerak? Undan ko'ra sotib olishimiz osonroq-ku chetdan. Yo'q. Mana shu chetdan keladigan ko'p preparatlar, aytaylik, mana kasalliklarga qarshi. O'simlik kasalliklariga qarshi. O'simlik zararli hasharotlarga qarshi preparatlar bor, lekin ko'pchilik ishlamaydi. U misol uchun o'sha Yevropada yoki Rossiyada yoki boshqa chet el davlatlarini ekologik sharoitidan kelib chiqilgan. Haligi bizda ekologik sharoit boshqa. Bizda yozda kechirasiz 50 gradusgacha issiq bo'ladi. Unga chiraydigani bor. Ultrafiolet bor. Suv tanqisligi bor. Bunga o'ziga o'rnashgan o'sha mahalliy deymiz, mikroblar bo'lish kerak. O'sha mikroblar bo'lsagina keyin o'simlikka, keyin tuproqqa ta'sir qiladi. Keyin inson mikrobiomiga ta'sir qiladi. Biz shu uchun o'zimizdan, o'zimizning yerimizdan, o'zimizning atrof muhitimizdan ajratib olgan mikroblarni qo'llaganimiz ko'proq foyda beradi. Mana shu sohada bitta narsa aytish kerakki, mana bugungi kunda o'simlik, tuproq, mikroorganizmlar uchligini faol o'rganish orqali bugungi ekologik holatni tuzatish bo'yicha takliflar ishlab chiqarish yoki unda o'shalarga mos keladigan hozir Ilhomjon aytgan muammolarning yechimini topish albatta mikrobiologiya institut xodimlari bo'ynida turibdi. Shu sohada ancha-muncha ishlar ham qilganmiz. Bu tan olingan ishlar. Yaqindagina men Xitoyda xalqaro konferensiyada bo'ldim. Biz bergan gipoteza o'sha anjuman qatnashchilari tomonidan qabul qilindi. Demak, har qanaqa mikrobdan preparat yaratish mumkin emas. Uning uchun muayyan o'simlik o'zidan chiqaradigan fan tilida eksudatlar deb ataladigan suyuqlikka intiladigan yoki suyuqlik o'ziga chaqiradigan mikroorganizmlar bilan o'shalarni asosida preparatlar tayyorlansa, gina bu samaradorligi oshadi degan fikrimizni qabul qilishdi va tegishli diplomlar bilan bizni mukofotladi. Men shu yerda aytib o'tish kerak, har kim ham bu darajaga erisha olmaydi. O'sha Xitoyda Shandun provinsiyasidagi universitetlar hammasi demak bir ovozdan ustozimiz akademik Qahron Davranovichga professor unvonini berishdi. Shu mana g'oyalari uchun. Mana shu o'zim fikrimni davom ettirib aytamanki, chet eldan keltirilgan preparatlar, mikrob preparatlari hech qachon O'zbekistonda o'z faoliyatini yurita olmaydi. O'sha yozilgan, qog'ozdagi yozilgan effektni bizga bermaydi. Sababiki
har qanaqa faol mikrob o'zini joyi uchun, ekologik holati uchungina faol. Shu yo'nalishni batafsil olib boradigan bir yigit yonimizda turibdi. Husniddin o'zlari to'ldirsalar juda ham yaxshi bo'lardi. Marhamat. Chiroyli ish bo'ladi. Bugungi kunda bizning institutda ham 20 ga yaqin tayyor ishlanma preparatlar bor. Ilhom aka aytdi, xo'jalik shartnomalari asosida yetkazib beriladi. Endi bugungi kunda qishloq xo'jaligi ekinlarida biopreparatlar deganda bu narsani fermer, tadbirkorlar hamma to'g'ri tushunishi kerak. Bu yerda nozik joyi bor. Masalan, qanaqadir preparat ishlab chiqaraman deb foydali mikrobni ishlab chiqarish o'rniga qaysidir yo'lda xato qiladigan bo'lsa, zararli mikroorganizmni ko'paytirib yuborishga asos bo'lishi mumkin. Bu bilan o'simlikni yoki qaysidir sohada ishlatilishi kerak bo'lgan yaxshi preparat o'rniga aks ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugungi kunda bizda laboratoriyada domla ham aytdi, har bir o'simlik o'zini mikroorganizmi bilan birga o'sishi kerak. Birgina oxirgi yillarda mahalliylashtirilib nisbatan yangi o'simlik bo'lgan soya o'simligini olaylik. Hosildorligini oshirish uchun simbioz yashaydigan tugunak bakteriyalar hosil bo'lishi kerak. Bu O'zbekistonga olib kelingan soya urug'i, chetdan olib kelingan preparat bilan birga ishlanadigan bo'lsa, bu mahalliy sharoitga moslashmayapti, tugunak hosil qilmayapti. Bu tugunak hosil qilishning asosiy sababi atmosferadagi azotni o'zlashtirib, hosildorlikni oshirish. Lekin O'zbekiston sharoitida bizda laboratoriya kolleksiyasida ham bugungi kunda 100 ga yaqin o'sha tugunak bakteriyalar kolleksiyasi mavjud. Agarki o'shalar ishlatiladigan bo'lsa, har bir spesifik ta'sirga ega bo'ladi. Bugungi kunda nisbatan yangi biopreparatlar qanaqadir chetdan kelinayotgan mahsulotlar nimadir bo'ladi. Bunga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak, ehtiyotkorlik bilan qo'llash kerak. Faqat mutaxassislar maslahati bilan deb o'ylayman. Tushunarli, rahmat kattakon. Va mana navbatdagi savolim bor. O'zbekiston mikrobiologiyasi kelajakda qaysi sohalarda jahon miqyosidagi kashfiyotlarga erishishi mumkin? Men so'zimning boshida ham gapirdimki, shu butun insoniyat oldida gavdalangan global muammolar bor. Shu muammolarning yechimini topishda albatta mikrobiologiya fanini o'zi faol qatnashishi kerak. Lekin shularni ham ohangligida bugungi kunda farmatsevtika sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida va sanoatni tegishli sohalarida mikrobiologik izlanishlarni olib borishga qodir bo'lgan kadrlar tayyorlangan bu institutda. Bularni faqat hozirgi ko'rsatilgan, aytilmagan kamchiliklarni oldini olish yoki uni to'g'rilash barobarida shu ishlarimizni rivojlantirsak, ayniqsa juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lamiz. Bugungi kunda hamma mikrobiologlarning og'zidan ham chiqmayapti. Bitta mikrob kerakli bo'lgan mahsulotni yetishtirib bera olmasligi mumkin. Lekin buni yetishtirib berish uchun 2 yoki undan ko'proq mikrobni hamkorlikda ishlashi, hamkorlikda faoliyat yuritishi, shu hamkorlikni mexanizmlarini o'rganish bo'yicha bizning institutimizda ishlar amalga oshirilyapti. Bu sohada ancha-muncha yozilgan o'sha kvartal 1, kvartal 2 degan talablar bor. Q1, Q2 deb shunaqa maqolalarimiz chop etilganki, bundan 50-60 talab taqrizlar, ijobiy taqrizlar olamiz. Shu yo'nalishlarni rivojlantirsak, menimcha institutimizni rivoji uchun juda ham katta foyda keltiradi. Tushunarli. Rahmat kattakon. Va meni qiziqtirgan yana bir savol borki, albatta har bir soha rivojlanishi uchun uni muammolari oldindan aniqlanishi kerakda. O'sha mikrobiologiya sohasini yana ham rivojlanishi uchun qanday bizni oldimizda to'siqlarimiz bor, ilmiy xodimlar yuzasidan yoki davlat tomonidan e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlarda keling ushbu savolimga javob bersangiz ham juda yaxshi bo'lardi. Qaysi muammolarni bartaraf etsak, biz bugungi rivojlangan bosqichimizdan yana ham bir yorqinroq rivojlangan bosqichga o'tishimiz mumkin? Eng katta muammo bu katta hajmda
yaratilgan preparatlarni katta hajmda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish. Mhm. Laboratoriya bilan chegaralanib qolmasdan, agarki katta hajmda ishlab chiqaradigan bo'lsak, albatta eng avvalo o'zimizni vatanimiz va chegaradosh o'sha Markaziy Osiyo mintaqasini talablari asosida preparatlar yaratib berish imkoniyatlarimiz bor ki, lekin mamlakatimizda ming afsus mikrobiologiya zavodi yo'q. Aha. Men o'ylaymanki, bu ham bo'ladi. Hamma narsani birdan rivojlantirish mumkin emas. Shularni hammasini e'tiborga olgan holda biz mana bugun kichik korxona tashkil qilgan bo'lsak, ertaga yana kuchlarimizni bir joyga tashlab, undan ko'ra kattaroq, yanada kattaroq. Lekin bunga vaqt ketadi. Agarki endi rivojni belgilaydigan bu mablag'. Mablag' beradigan albatta mamlakatga yoki haligi iqtisodiyot vazirligiga qarab qolmasligimiz kerak-ku. Ko'p mamlakatlarda, masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida fanni rivojlantirishi uchun shaxsiy milliarderlarni roli juda ham katta. Aha. Demak, tadbirkorlar bu yo'nalishga alohida investitsiya kiritishlari kerak. Vatanimiz prezidenti har uchrashganda tadbirkorlar bilan uchrashganlarida eslatadilar. Bu yilgi uchrashuvlarda hatto aytdilarki, har qaysingdan so'rayman, qaysi ilmiy tekshirish institutiga kirding, kimni muammosini tinglading degan fikrlar. Bu eng muhim chaqiriq. Eng fan uchun eng muhim chaqiriq. Bu bir. Ikkinchi, bilasizmi, qayerda bo'lishlaridan qat'iy, qayerda yaxshi chiqish qilishlaridan qat'iy nazar aytadilarki, tadbirkorlik ilmiy asoslangan bo'lishi kerak. Shu ibora bugungi kunda hayotga tatbiq qilinyapti. Ilmiy asoslangan. U mikrobiologiyaga tegishlimi, boshqa sohaga tegishlimi? Bizlarni qo'limiz yetadigan va yetmaydigan imkoniyatlarimiz juda ham ko'p. Shu imkoniyatlarimizni joriy qilish bu albatta faqat ilm ahliga emas. Va tadbirkorlarga ham ko'p bog'liq deyman. Ular bilan hamkorlikda ishlashimizni rivojlantirishimiz kerak. Endi yana bir narsani aytishimiz kerakki, fanni yutug'i bugun million berolmaydi. Bu 5 yildan keyin berish mumkin, 10 yildan keyin berish mumkin. Lekin men o'sha muhtaram prezidentimiz tadbirkorlar bilan uchrashgandan keyin men bilan 2-3tasi kelib uchrashdi. Ularni bergan menga maslahatlari, domla siz laboratoriyada o'tirib, siz ishingizni qiling, ilmingizni qiling. Meni aytgan ishlarimni qilib beradigan bo'lsangiz, pul topish bilan men shug'ullanaman deydiganlari bor. Ular bilan hozir hamkorlikda ishlarimizni olib boryapmiz. Xudo xolasa bu ishlar. Agar hamkorlik ijobiy natija beradigan bo'lsa, sohani rivojiga demak katta hissa qo'shishi mumkin. Tushunarli. Rahmat kattakon. Ana endi, marhamat. Muammo bor albatta. Bu butun Fanlar akademiyasida bo'lsa kerak. Bu mana shu eksperiment qo'yadigan institutlarda eng katta muammo bu reagentni yetishmasligi. Sababi yetishmasligi ham biz qiladigan ishlar, masalan, molekulyar biologiya, gen muhandislik bilan shug'ullanadigan bo'lsak, juda ham qimmat reaktivlar va hammasi chetdan keladi. O'shanga bu narsani qanday qilish kerakki, birinchidan arzonlashtirish, ikkinchidan tezlashtirish. Masalan, bizga kerak bo'lsa, ba'zida reaktiv zakaz qilsak 2-3 oylab vaqt ketadi. To u kelguncha chet elda. Bu qancha vaqt yo'qotgan bo'lamiz. Men o'zim chet elda ishlaganman, misol uchun buyurtma bersa 3 kunda keladi. 2 kun, 3 kun uzoq. Biz 3 oy qilib kutamiz. Shunga taklifim bor, o'sha chet elda o'sha ishlab chiqaruvchi shirkatlar deymizmi, firmalar, kompaniyalarni mana shu O'zbekistonga taklif qilish va shu yerda mana shu reaktivlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va shu bilan birga ularga qanaqadir imtiyozlar berish.
nalog imtiyozlarini beradimi yoki bojxona imtiyozlarini, shu yerda shu narsani biznesni tashkil qiladigan bo'lsak, bizga olishimiz ham arzon. Arzonlashib ketadi bu narsa. Bu ilm fanni o'sha rivojlanishiga muhim turtki bo'ladi deb hisoblayman. Yana bir muhim jihat bor. Bu mavzu yuzasidan bu ilmiy institut haqida juda uzoq gaplashishimiz mumkin. Lekin vaqt har doim oliy hakam. Keling, hozir har biringizni xulosaviy fikrlaringizni, takliflaringiz bo'lsa takliflaringizni eshitishga tayyormiz. Bu qadim-qadimdan paydo bo'lgan, lekin insonlar ota bobolarimiz o'zi nimaligini bilishmagan. Xamir turishi sosa, xamir bo'lib, non bo'lib bo'lishini bo'lgan yoki ozginagina sutni qo'yib qo'ysa qatiq bo'lib, uni ichida esa mikroblar o'sha qatiq aylanishini bilishmagan, lekin qatiq hosil bo'lishini bilishgan. Bu qadimdan paydo bo'lgan. Hozirgi kunda biz o'shani isbotlab beryapmizki, bu mikrobiologiyaning ishi. Albatta mikrobiologiya kelajagi albatta porloq, sababi biz ekologiyani birinchi o'rinda mikrobiologiya ekologiyani tuzatishga harakat qiladi. U tuproqmi bo'ladimi, suv bo'ladimi, hatto havo bo'ladimi, farqi yo'q. Ekologiyani ya'ni hozir domla aytdilar, bu sho'rlanish yoki bo'lmasa mana qurg'oqchilik, cho'llanish, bu hammasini oldini olishda mikroorganizmlar yordam beradi. Sanoatga o'tadigan bo'lsak, sanoatda ham misol uchun mana nodir metallarni ham hozir biotexnologik yo'l bilan mikroorganizmlar orqali oltin oladi, mis oladi va boshqa nodir metallarni olish boshlangan. Yoki kimyoviy sanoatda o'zida biologik yo'l bilan toza, ekologiyaga zarar keltirmaydigan holda mahsulotlar olinyapti. Qishloq xo'jaligida shunday. Pestitsidlar, kimyoviy pestitsidlar qancha zarar yetkazadi tabiatga? Hozir shuni miqdori yildan yilga hukumatni o'zi ham kamaytirib boryapti. Uni o'rniga nima ishlatish mumkin muqobil ravishda? Albatta mikrobiologik preparatlar dunyo bo'yicha ishlaydi. Shuning uchun yildan yilga mikrobiologiyani mavqei oshib borib va uning natijasida chiqqan har qanaqangi ilmiy kashfiyotlar albatta respublikamiz uchun, kelajagi uchun, ravnaqi uchun xizmat qiladi. Mikrobiologiya sohasi demak mamlakatimizning iqtisodiyoti uchun, qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan ko'plab muammolarni hal qilishda o'zini hissasini qo'shishi mumkin. Yaqinda Savdo sanoat palatasi tomonidan farmatsevtika, energetika, mashinasozlik sohalarida ilmiy tashkilotlarda qilingan ishlanmalarni tadbirkorlarga tanishtirish uchun demak uchrashuvlar tashkil etildi. Bir necha 3 ta uchrashuv tashkil qilindi. Mana shu demak uchrashuvda demak davlat byudjetidan bizni ishlanmalarimizga pul ajratiladi, lekin bu ishlanmalarimiz polkada, qog'ozlarda, dissertatsiyalarda qolib ketishgan emas, balki mana shu tadbirkorlarimiz chet eldan ishlanma yoki mahsulotlarni olib kelish preparatlarni olib kelib sotish o'rniga bizni o'zimizda mavjud ishlanmalarni agar hayotga tatbiq qilsa, demak bu O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bundan tashqari bizni institutimiz tomonidan qishloq xo'jaligi sohasida demak turli kasalliklarni oldini olish uchun, ularni hosildorligini oshirish uchun ko'plab ishlanmalar mavjud. Savdo sanoat palatasi demak bu ishlanmalarga ham o'z e'tiborini qaratib, bu ishlanmalarni ham shu tadbirkorlar tomonidan amaliyotga joriy qilishiga moliyaviy yordam berishlarini, uyushtirishlarini demak bizni qilgan demak ishlanmalarimiz hayotga tatbiq etilishiga keng yo'l ochilib berilishini istab qolgan bo'lardim. Mikrobiologiya ekologiyani yaxshilash, ya'ni ekologik muhitni barqarorlashtirish uchun mikrobiologiya juda katta rol o'ynaydi, mikroorganizmlar. Shu bilan bir qatorda o'sha chiqindi sifatida to'planayotgan qishloq xo'jaligi chiqindilari yoki oziq-ovqat sanoati chiqindilarini ham aynan mikroorganizmlar yordamida qayta ishlash orqali foydali bo'lgan mahsulotlarga aylantirish imkoniyatlari bor. Bu ayniqsa juda rivojlangan davlatlarda Xitoy bilan bizning hamkorligimiz bor institutda. O'shalarda ko'rganmiz, shunaqa ilmiy ishlanmalari bor. Ular o'zlari ishlab chiqarayotgan mahsulotni, chiqindilarni birinchi o'rinda o'ylaydi. U nima bo'ladi, qayerga ketadi? Uni qayta ishlab yana foydali mahsulotga aylantirish
judayam mukammal texnologiyalar yo'lga qo'yilgan. Aynan shu ishni mikroorganizmlar bilan amalga oshirish zarur va uni samaradorligi juda yuqori. Bu mikroorganizmlarsiz u ishni amalga oshirib bo'lmaydi. Misol uchun chorvachilik uchun ozuqa yem zaxiralari O'zbekistonda u yetarli emas. U oldindan bu muammo bo'lgan, chunki bu bizning iqlim sharoitimiz bilan bog'liq deyish mumkin. Hozirgi paytda u yana ham kuchayib boryapti. Sababi qurg'oqchilik yoki sho'rlanish, umuman olganda ekinlarni yetishtirishda muammolar paydo bo'layotganligi sababli xuddi shunday to'planib qolayotgan qishloq xo'jaligi ekinlarini, ikkilamchi mahsulotlarini qayta ishlash orqali tarkibini boyitilgan sifatli oqsilga, vitaminlar, biologik faol moddalarga boy bo'lgan ozuqa yem qo'shimchalariga aylantirish mumkin. Bundan tashqari mikroorganizmlar deganda men shaxsan o'zim nuqtai nazarimda ularni almashilmaydigan resurslar, ularni kelgusidagi insoniyatni qutqaruvchi, hattoki qanaqadir bir ehtiyoji bo'lgan oziq-ovqat yo'nalishidami yoki farmatsevtika yo'nalishi yoki sanoat yo'nalishi, ekologiya, umuman shu yo'nalishlarda albatta insonni qutqaradigan bir tirik kichik mavjudotlar deb hisoblayman va mikrobiologiyani hozirgi paytdagi eng zamonaviy fanlardan bir sifatida butun dunyoda rivojlanib borayotgan kabi bizning institutimizda ham yana ham kuchli rivojlanishini tilakdoshiman va davom ettiramiz ilmiy tadqiqotlarni deb o'ylayman. Rahmat. Mikrobiolog olimlarda shunday nazariya borki, mikroblar dunyoni boshqaradi deydi. Buni uzoq tarixga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha penitsilin antibiotikini paydo bo'lishini, yaqin yillarga e'tibor beradigan bo'lsak, pandemiya davrini e'tibor berishimiz mumkin. Bu albatta mikroorganizmlar bilan bog'liq. O'zi respublikada bexilma-xillik deganda ko'proq ikkita narsaga urg'u beradi. Bu hayvonot va o'simlik dunyosi. Aslida mikroorganizmlar ham bexilma-xillikning bitta turi. Qaysidir ma'noda kelajakning asosiy inson uchun resurs bo'lib xizmat qiladigan manbai ham bu mikroorganizmlardan oladigan mahsulotlar deb o'ylayman. Bular asosida albatta mikrobiologiya fani rivojlanadi va mikroorganizmlar ustidagi tadqiqotlar keng va jadal olib boriladi. Bugungi kunda o'sha kimyoviy o'g'itlardan, kimyoviy pestitsidlardan, preparatlardan foydalanib hosil olish davri o'tdi desak bo'ladi. Har bir davrni o'zini usullari, uslublari bo'lgani kabi keraklik bo'lgan yutuqlarga ham erishildiki, o'sha 5, 6, 10 sentner o'rniga 50-60 sentner hosil ko'tariladigan davr o'tdi. Lekin bugungi kundagi fojiani o'sha qanchalik bugungi tuproqni holatini, bugungi umuman atrof muhitni holatini ham ohanglikda o'rganadigan bo'lsak, nazorat qiladigan bo'lsak, olingan foydamizdan ko'ra zararimiz ko'proq ekanligini ko'plab adabiyotlarda o'qiymiz. Shu nuqtai nazardan mikrobiologiya fanining oldida turgan juda katta muammolar to'g'risida men gapirdim. Eng avvalo institutni rivoji uchun qishloq xo'jalik vazirligi bilan hamkorlikda ishni yo'lga qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. Sababiki har odamni har bitta yo'nalishni o'zini qiziqishi bor, men unga tushungan holda. Lekin ertani o'ylab ish qiladigan bo'lsak, erta bu mikrobiologik preparatlarni kuni. Bugungi kunda birorta o'simlik yo'qki, o'zi yerdagi, tuproqdagi bor o'g'itni bemalol iste'mol qila olsa. Agarki ularning orasida mikroorganizmlar bo'lmasa, o'simlik oziqlana olmaydi, hosildorlik bo'lmaydi va uni ustiga tuproq unumdorligi yo'qolib boraveradi. Bu tajribalar asosida isbotlangan fakt. Shu nuqtai nazardan bu asosiy yo'nalishlarimizdan biri, demak, qishloq xo'jalik vazirligi va mikrobiologiya instituti o'rtasida o'zaro aloqani yo'lga qo'yishimiz kerak. Ikkinchi yo'nalishimiz bu farmatsevtika. Aytdimki, bugungi qiladigan ishlarimiz, bugungi qilgan ishlarimiz albatta kerak. Lekin bugun butun dunyoda antibiotiklarga chidamlilik, rezistentlik degan narsa paydo bo'ldiki, uni
o'rniga antibiotiklarni o'rniga nima chiqadi? Adabiyotlar ma'lumotdan ma'lumki, agarki bitta antibiotikni chidamliligini, o'sha rezistentligini yo'qotish uchun 10 yil davomida o'sha antibiotikdan foydalanmaslik kerak ekan. Demak, biz bittasini o'rniga boshqasini yaratmoqchi bo'lsak, bu demak imkoniyatlar doirasida bugungi kunda institut olib boradigan ishlarni mantiqiy davom ettirib, shularni farmatsevtika fanni rivojlanishiga xizmat qildirish juda ham zarur deb bilaman. Shularning hammasi barobarida albatta ekologiya. Ekologiya bu asos. Bugungi aytamizki, o'sha karbon kredit degan nimalar bo'ldi. Har bitta yaratiladigan texnologiyalar havoga nima chiqaryapti? U havoni iqlimni o'zgarishiga qanday ta'sir qilyapti? Bularni hammasini agar mikrobiologiya nuqtai nazaridan analiz qilib, texnologiyalarni qiladigan bo'lsak, institutda xuddi shunaqa yo'nalishlar bor. Ularni rivojlantiradigan bo'lsak, institutimizni rivojiga rivoj qo'shgan bo'lamiz. Men o'ylaymanki, bu ishlar yangi O'zbekistonimizda o'z faolligini davom ettiradi va yaxshi natijalarga erishamiz. Qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va ma'rifat telekanalida agar ko'rsatuvning navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Demak, ushbu yo'nalishda, mikrobiologiya yo'nalishida birinchi bo'lib faoliyat olib borgan Mikrobiologiya ilmiy institutining tarixi, bugungi kundagi holati, kelajak rejalari xususida siz azizlarni tanishtirishga harakat qildik. Hozircha xayr, omon bo'ling deymiz.